Qaynota bilan kelin. Onangni ham kiri. Mana adajon ovqatlaysiz. Mana qizim keldimi ovqat? Kech qoldi-da. Nima qilgansiz qizim? Bu tuzi bor ovqatidan suv bor onasini yemsin. Ming marta o'limga aytdim. Ashi qatiqchi Masturaning qizini desam, qaydan yo'q qizlar topib keladi. Boring ishingizni qiling. Pitbolka kiyib olganmisiz? Xosh ko'tarasizmi nima bola qizim? Uzr adajon. Xizmat qilmaysiz bundan ko'ra. Boring yo'qoling, ko'zimga ko'rinmang, darov. Yana boshladingizmi dada? Siz aytgan qizga uylanmaganim uchun endi har kun shu keliningizga kun bermaysizmi? Bu ham birovning qizi. Ozgina shirin gapirsangiz bo'ladi-yu. Men ham yedim shu ovqatdan. Shirin edi, hech qanaqa tuzida yo nimasidir kamchilik yo'q. Otanga aql o'rgatyapsan, jonim. Senchi uylanmasdan oldin bunday bo'laydi. Uylanding, aynading xotinning gapiga kirib. Tir yo'qol ko'zimga ko'rinma xotin quli. Onasini emsin. Luizda yangi rasm qo'yibdimi? Laki. Xotin, sen adamdan xafa bo'lmagan. Oyim o'tib qolgandan keyin ozgina shunaqa inji bo'lib qolganlar. Alamlarni maslahat kimdan bo'lsa ham ovuraladi. E'tibor bermagan, xo'p? Mayli, Sodiq aka, yaxshi ham siz borsiz, bo'lsa kim meni yonimga olardi? Anaqa, bolalar 2 kunga dachaga chiqib ketayotgan ekanda, o'shanga menga ham borasanmi dedi, borib kelaver-ya. Voy, shuni ham so'raydimi? Siz borib ovqatlanib oling-da, men siz narsalaringizni tayyor qilib qo'yaman. Keyin oyligingiz yarmini ham olasiz, dachadagi rasxodlaringiz kerak bo'ladi, xo'p? Bor. Tayyorlasiz? Xo'p. O'xshadimi? O'xshadi. Erkak padishka qilmasa nima qilib yuribdi? Cholov.